Shohhasan Mirzamatovning jangi haqida mendan juda ham ko'p so'rashadi. Ya'ni nimaga? U oxirgi vaqtlarda juda ham zaif raqiblar bilan chiqyapti, yosh kattalar bilan chiqyapti, tez nokaut urib qo'yadigan bolalar bilan chiqyapti va xullas uni g'alabasi ta'minlangan janglargagina faqat chiqadi degan bir savollar ko'payib ketganligi uchun men javob berib qo'ymoqchiman do'stlar. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Do'stlar, Shohhasanning o'zini ham yoshi kichkina emas. Deyarli 35-36 ga qarab ketgan uni yoshi va endi Octagon ligada bunday 77 kilogramga bunday qaraydigan bo'lsak, asosiy jangchilar, ya'ni natija beradigan va xavfli jangchilar, raqobatdosh jangchilar o'zbekistonlik bolalar. O'zbekistonlik bolalar bo'lgandan keyin Shohhasan o'zini ukalari qatori bolalar bilan chiqqisi kelmayapti va Octagon ligiga qiziqish bildirgan jangchilar bilan jang qilyapti. Kimni beradi masalan? Eronlik beradim, Braziliyalik beradim. Kuddilamabdi. Braziliyalik kelib yutib ketdi ham Shohhasanni va revansh qilib oldi. Mana yaqinda mana Qirg'izistonlik keldi, jang qildi. Do'stlar, bitta narsa. Endi men Shohhasanni shaxsan hech qanaqa qo'rqadigan joyim yo'q, uni himoya qiladigan joyim yo'q, u meni himoyamga muhtoj emas. Paxta qo'ydi deyishlaring mumkin. O'zi ko'pchilik bunaqa gapiradi, ya'ni kimnidir maqtab qo'ysang paxta qo'ydiga, kimnidir yomonlasang ko'rolmadiga chiqaradi. Yo'q, men kakkes ko'rganimni aytaman, nimaga? Berilgan bolalar bilan urushyapti. Octagon ligada kim mana masalan Shohhasan zaif bola bilan urushdi deydigan bo'lsanglar, Octagon ligada kimni tavsiya qilasizlar Shohhasan bilan urushga? Boshqa respublikalardan, boshqa davlatlardan kim bor? Aynan u bilan urushishi mumkin bo'lgan. Kichigin bor. Kichiginni o'zi jangni atkazgan. Bitta Shohhasan, bitta Kichigin atkaz berishga majbur bo'ldi. Mana endi o'zlaring savollaringga javob berish boshlaysizlar. U zaif bola bilan urushgan. Masalan, Edel Isingulov bilan urushdi. Isingulov bilan urushdi va 3 raund ochkolar hisobida mag'lub bo'ldi. Hamza Chapanov bilan urushdi. G'olib bo'layotganida 3-raundda shu o'zini xatosi orqali va shu nima deyiladi? Noto'g'ri usul qilganligi sababli mag'lubiyatga uchrab qoldi. Serik Tilikeyev degan jangchi bilan jang qilgan bir vaqtlar. U bilan urushgan. Mag'lub bo'lgan bo'lsa ham kuchli jangchi bilan, chunki Tilikeyev Shohhasan bilan urushdan oldin katta Grand Prixlarni yutgan, ancha-muncha natija qilib qo'ygan bois. Shuning uchun men Shohhasanni unchalik sizlar aytgan boyagi zaiflarni qidiradi, faqat yo'q. Men unday hisoblamagan bo'lardim. Shuning uchun do'stlar, sal bunday MMA da tushunadigan odam biladiki, Shohhasan zaif raqiblar bilan chiqmayapti. Yaxshi bu normal o'rta hol bolalar bilan chiqyapti. Masalan, Shohhasanning o'zini ham juda yuqori cho'qqida deb bo'lmaydi. O'rta yoni cho'qqida ketyapti va o'zini tempidagi bolalar bilan chiqyapti. Balandroq cho'qqiga chiqadigan bo'lsa, afsus, sal yosh kattargan, sal orqaroqqa qaytish kerak edi. Va o'zi qatori bolalar bilan chiqyapti. Men hech narsa bunaqa zaif bola bilan chiqdi, u bilan chiqdi, bu bilan chiqdi deya olmayman. To'g'ri, yosh katta bolalar to'g'ri kelib qolyapti, oson yutadigan bolalar kelib qolyapti. Bunaqa bolalar hammaning karyerasida uchrab qolishi mumkin do'stlar. Shunaqa fikrim. Endi fikrlaringni kommentariya yozib qo'yinglar. Bilaman, ichlaringda bitta gnida piyozlaringmi, bitta ikkitalaring yozasizlar, paxta qo'ying, bola qiling, battar qiling. Men o'zimning fikrimni aytdim. Va sizlarni qanday qabul qilishlaring, bu sizlarni qanday qabul qilishlaring. Shuning uchun men hech narsa deyolmayman. Hammalaringga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, do'stlar, videolarimiz ko'proq rekomendatsiyalarga chiqishi uchun, ko'proq odamlar ko'rishi uchun va menga ko'proq motivatsiya berish uchun like, kommentariyani bosib qo'yinglar. Hammalaringga rahmat.